meni tanib turgan nomeradin chempionlar. Mana videoni bitta ko'ringlar reklamani. Ko'rib turgan barcha Cobalt'lar boshlang'ich to'lovsiz. Hech qanaqa rasxod qilmaysizlar. Nomeri, оформление, короче, hamma xarajatlari ichida. Instagram sahifada bir reklamani ko'rib keldik. Bu avtosalonga. Avtosalonga kelishimizdan sabab 8% yillik kredit deyapti. Yer sharini aylanib qidirsanglar ham 8% kredit topa olmaysizlar deyapti. Haqiqatan o'tirdik, o'zini ishchilari ham topib bera olmadi 8% kreditni. Xo'p, bu yerga kelganingizdan keyin boshlang'ich to'lovsiz deb reklama qilyapti, lekin kelganingizdan keyin mashina Cobalt olib chiqargan bo'lsangiz, yo, uyingizni nomiga o'tkazib berishingiz kerak ekan. Yoki $3000 pul berar ekansiz. $3000 nimalarga ishlatilishini buni hozir ko'rsatib bera olmayapti. Oybek degan shu reklamani qilayotgan blogerimiz o'zi kelsa ko'rsatib beradi deyapti, yoki hech qanaqa rahbariyat bizga bu haqida ma'lumot bergisi kelmayapti. Xo'p, uyingizni qo'yasiz, 5 yilga ketdi shu bilan to'lov. 8% deydigan narsa ham yo'q. Bizning maqsadimiz etdiki, video qilib chiqinglar, xalq bilsin. Biz adashib qo'ydik, 8% kredit yo'q, просто klient chaqirish uchun shu gaplarni gapirdik deb aytinglar, yo'q deyishyapti. Xo'p, bu salon Premier avtosalon. Sergeli mashina bozoriga qarab ketaverishda yoki Sergeli mashina bozoridan kelaverishda 10 qo'yilib keladi. Xo'p, shu masalada Humoyun aka siz nima deysiz, aka? Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan mashhur tadbirkorlar, mashhur blogerlar bitta narsani reklama qilayotganda xalqni qiynalishini, sarson bo'lishini o'ylab reklama qilinglar. Insof o'zingizga bersin.